12 bab. Parvardigor Natan payg'ambarni Davudning yeniga avatdi. U kelib Davudga mundaq dedi: Bir shaharda ikki odam bor bo'lib, birisi boy, birisi kambag'al ekan. Boyning nihoyat ko'p chorva mollari bor ekan. Kambag'alning bo'lsa, setib elib yiqiyotgan kichikkina bir kishi qo'zidan boshqa hech nimasi yo'q ekan. U qo'za kambag'alning uyida uning bolalari bilan billa cho'ng bo'lishga boshlabdi. Qo'za uning tomiqidan yeb, qochisidan sut ichib, qo'ynida uxlaydi ekan. Qisqasi qo'za u odamning qizidakla bo'lib ketibdi. Bir kuni boyning uyiga bir yo'lovchi tushibdi. Boy mehmonga taom hazırlash uchun o'zining mollaridan birarni so'yishga ko'zi qiymay, heliqi kambag'alning poqlinini akaldirib, uni so'yibdi-da, yo'lovchini mehmon qilibdi. Davud buni anglab, boyga qattiq g'azablanib, Natanga: "Mangu hayot Parvardigor oldida qasam qilamanki, bundaq ishni qilgan odam o'limga mahkumdir. U bag'ri toshliq qilib, bundaq ishni qilganligi uchun kambag'alga 4 paqlon to'lishi kerak", dedi. "U odam dal sen", dedi Natan Davudga. "Parvardigor Isroillarni tanlagan Xudo sana deydi-ki, men seni Isroiliyaga podshoh bo'lishga tanlab, Saulning qo'lidan qutuldirib chiqdim. Uning ordisini sana ata qilib, xotinlarini kuchiqqinga selib berdim. İsrailiya va Yahudiya podshohliklarini mu sana berdim. Bularni oz ko'rgan bo'lsang, buningdanmi ko'prakini berar edim. Sen nemishqa meni ko'zga ilmay, razil ishlarni qilding. Xit xalqidan bo'lgan Uriyaning jinini urushda Amonlarning qo'li bilan olding. Uning ayolini tortib elib, o'zingga xotin qilib olding. Meni ko'zingga ilmay, Uriyaning ayolini o'zingga xotin qilib olganliging uchun buningdan keyin qilich avlodlaringga doim xavf elib keladi. Parvardigor yana shundoq deydi-ki, qara, men o'zingning avlodlaringdan o'zingga yomonlik keltiraman. Ko'z oldingdila xotinlaringni boshqa birisiga berib etaman. U ko'p kunduzda xotinlaringning qo'yniga kirdi. Sen u ishni yoshirincha qilgan bo'lsang, men buni barliq Isroil xalqi oldida ko'p kunduzda qilg'uziman." Davud bu gapni anglab Natanga: "Men Parvardigor oldida gunoh qildim", dedi. Parvardigor gunohingni kechirdi. "Sen o'lmaysan", dedi Natan. "Ammo sen bu ishni qilib, Parvardigorni mansitganliging uchun yangi tug'ilgan o'g'ling o'lib ketdi." Shuning bilan Natan o'z uyiga qaytib ketdi. Parvardigor Uriyaning xotini Davudga tug'ib bergan bolani ig'ir kasalga giriftor qildi. Davud o'g'li uchun Parvardigorga yolvurdi. U ro'za tutdi. Kechalari uyiga kirib, yerda yotdi. Orada oqsoqollari uning yeniga kirib, uni yerdan turg'izmoqchi bo'lsa-mu, Davud o'rnidan turmadi. Ular bilan billa g'izo yegilimi, unimidi. 7-kuni bola qazo qildi. Davudning amaldorlari uningga bolasining o'lim xabarini aytishga petin olmadi. Ular: "Biz bola hayot chig'ida uningga shuncha nasihat qilibmi, uni gapga kirgizolmagan tutsak, endi uningga bolaning o'lganligini qandoqmi aytalaymiz? U o'ziga biror yomon ish qilib qo'yarmikin?" deb ansirashdi. Davud amaldorlarning bir-biriga pichirilishib yurganligidan bolaning o'lganligini his qilib, amaldorlardan: "Bola qazo qildimi?" deb so'radi. Ular: "Ha" deb javob berishdi.
Shuningdan keyin Davud o'rnidan turib, yuyunib, xushpurak atirlarni chechib, kiyimlarini yangushlab, Parvardigorning ibodatgohiga kirib, ibodat qildi. Ondan u o'z o'rdisiga qaytib kelib, g'izo keltirgizib yedi. Shu chaqda amaldorlari uningdan bala hayot chig'ida ro'za tutib yig'ladilar. Bala o'lib ketgandan keyin bo'lsa, aksicha g'izo yedilar. Bu qanday qilganlari? deb so'radi. Davud ularga bala hayot chig'ida ro'za tutib yig'lishim Parvardigor menga shafqat qilib, balini hayot qoldirarmikin degan o'yda bo'lganligim edi. Endi u o'lib ketdi. Yana nemishqa ro'za tutganman. Uni tirildirib olalaytdimmi? Men hamon bir kuni uning yeniga baraman. Lekin u mening yenimga qaytib kelolmaydi, deb javob berdi. Ondan keyin Davud ayoli Batshabaga tasalli berdi va uning yeniga kirib, uning bilan birga yotdi. Batshaba homildor bo'lib, bir o'g'il tug'di. Baliga Sulaymon deb ot qo'yildi. Parvardigor balini yaxshi ko'rganligi uchun Natan payg'ambarni avatib, uningga Yididiya, ya'ni Parvardigor yaxshi ko'rib so'ydi deb ot qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda Yoab Amonlarning poytaxti Rabaqqa bo'lgan hujumini davom qilaverdi. Natijada shaharning podsho ordisi joylashgan qalasini besib oldi. Keyin u Davudga chaparmanlarni avatib, "Men Rabaq shahriga hujum qilib, shaharning asosliq suv manbasini oldim. Endi qolgan odamlarni o'zingiz boshlab kelib, shaharni qorshab besib oling. Shaharni men olgan bo'lib qolmay, bo'lmasa xalq shaharni Yoab olgan deb yurishdi" dedi. Shuningdan keyin Davud qolgan qo'shinni yig'ib Rabaqqa yurish qilib, shaharni hujum bilan oldi. Davud Amonlarning podshohining beshidagi oltin tojini oldi. Eg'irligi 35 kilo keladigan, üsti yoqut bilan bezalgan bu oltin toj Davudning beshiga kiydirildi. Davud shahardan nurg'un o'ljilarni oldi. U yana shahar aholisini hara, ketman, palti bilan qilinadigan ishlarga va xumdonda xish pishirishga soldi. Davud Amonlarning boshqa shahar aholilariga shundoq muomala qildi. Ondan Davud butun qo'shinni boshlab Yerusalimga qaytib ketdi.